qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish xizmatlari sifatini oshirish hamda to'lov intizomini mustahkamlash maqsadida 2026-yil 1-yanvardan boshlab mazkur xizmatlar uchun haq to'lashni yangicha tartibi joriy etiladi. Bunga ko'ra iste'molchilar, ya'ni fuqarolar va yuridik shaxslar mazkur xizmatlardan foydalanganda to'lovlarni onlayn to'lov tizimlari orqali amalga oshiradi. Onlayn to'lov qilishning bir qator afzalliklari mavjud. Xususan bu iste'molchilarning, fuqarolarimizni vaqtini tejaydi. Istalgan joyda, istalgan vaqtda to'lovni amalga oshirish mumkin. Qolaversa, to'lov kvitantsiyalarini onlayn yuklab olish imkoniyatiga ega bo'ladi va hisobini nazorat qilib borish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish jarayonida shaffoflikni ta'minlash, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar tomonidan noqonuniy to'lovlar undirish, to'lovlarni kirim qilmasdan noqonuniy o'zlashtirish holatlarini bartaraf etish orqali sohada yashirin iqtisodiyot va korrupsion holatlarni oldini olishga va bartaraf qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga mazkur tartibga ko'ra qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqib ketish xizmatlari uchun to'lovlar agentlikning maxsus hisob varag'ida jamlanadi hamda jamlangan mablag'lar belgilangan formula asosida avtomatik tarzda hisoblanib, tegishli ravishda qattiq maishiy chiqindilarni chiqindi poligoniga yoki qayta yuklash stansiyasiga topshirgani uchun xizmat ko'rsatuvchi korxonalarga tonna kilometri uchun hamda chiqindilarni qabul qilgani va utilizatsiya qilgani uchun chiqindi poligonlariga, qayta yuklash stansiyasiga yoki yoqish zavodlariga tonnasi uchun haq to'lab beriladi. Shuningdek, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning faoliyatini asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari har oy yakuni bilan baholab boriladi. Ya'ni baholash natijalariga ko'ra xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar qizil, sariq, yashil toifalarga ajratiladi. Ya'ni bu o'sha belgilangan formula asosida aniqlanadi. Yashil toifadagi xizmat ko'rsatish tashkilotga sariq yoki qizil toifadagilarga nisbatan ko'proq haq to'lanadi. Bularning hammasi xizmat sifatini oshirishga, to'lov intizomini mustahkamlashga, shaffoflikni ta'minlashga hamda sohada sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi.